Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida mahalla bankiri loyihasi doirasida yilning eng yaxshi yordamchi agenti 2025 tanlovi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Tadbirni Xalq banki Toshkent viloyati bo'yicha mas'ul bank sifatida Markaziy bank bilan hamkorlikda tashkil etdi. Tanlovning maqsadi mahallalarda bank xizmatlarining qulayligi va ommabopligini oshirish va aholining moliyaviy savodxonligini yuksaltirishdan iborat. Xalq banki esa respublika bo'yicha yordamchi agentlarda eng ko'p ishtirok etgan banklardan biri bo'ldi. Yilning eng yaxshi yordamchi agenti ko'rik tanlovida turibmiz. Hammamiz hayajondamiz. Judayam. Bu ko'rik tanlovda moliyaviy savodxonligimizni oshirib, ancha narsalar o'rgandik. Hozir ikkinchi bosqichdan ham o'tib, uchinchi bosqichga yo'llanma oldik. Buning uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va bundan keyin ham yana ham harakat qilib, mahallada faol bo'lib, bankka o'z yordamimizni ayamagan holda xizmat qilamiz. Respublika bosqichlariga chiqib, oliy o'rinlarni olish nasib qilsin va bu uchun harakat qilaman har doim. Tanlov 4 bosqichda tashkil etildi. Birinchi bosqichda 4467 nafar yordamchi agent ishtirok etdi. Baholash mezonlari asosida 624 nafar ishtirokchi keyingi bosqichga yo'llanma oldi. Tadbirkorlikka boshlash va onlayn kartalar orqali yoki kartalardan foydalanishlarni aholiga hozirda o'rgatib kelmoqdamiz. Bu tanlov bizga hamjihat bo'lib ishlashni o'rgatdi va o'zimizni karyera qurishimiz uchun yana bitta pog'ona bo'lib hissa qo'shib kelmoqda. Tadbir so'ngida Xalq bankining 4 nafar ishtirokchisi keyingi bosqichga o'tdi.